Olim minbari rukni ostida Samarqand davlat universitetining professori, filologiya fanlari doktori Usmon O'rolovich Qobulov bilan bir qator suhbatlar uyushtirib kelyapmiz. Biz bugungi suhbatimizda adabiyotning o'zi nima? Adabiyot biz yerda to'xtab turadimi yoki davrlar o'tishi bilan o'zgaradimi, rivojlanadimi degan savollar bilan Usmon O'rolovich bildirib kelgandik. So'nga o'z so'zlarida adabiyot bu katta umon ekanligi, u davrlar o'tishi bilan o'zgarishi, katta bir dunyoqarashga ega bo'lgan bir falsafiy fan ekanligini ta'kidlab o'tganlar. Biz albatta adabiyot deganda odob, axloq haqidagi fan sifatida tasavvur qilib yurardik. O'sha suhbatlarimizdan keyin bir qator muxlislarimiz tomonidan fikrlar bildirildi. Shundan xursandmizki, ularning har biri o'sha adabiyotni chuqur biladigan, uning mazmun mohiyatini tushunadigan insonlar va ushbu suhbatlar albatta yoshlarimiz uchun foydasi, nafi borligini anglab xursand bo'lyapmiz. Usmon aka bugun o'sha adabiyotni o'qitish jarayonlari qanday, adabiyot ta'limini yoshlarga yetkazish masalasida qanday vazifalar turibdi, bu vazifalar qanday ado etilyapti, uning muammoli tomonlari nimalardan iborat, shular haqida to'xtalib o'tsangiz marhamat. Rahmat. Endi adabiyot aytib o'tganimizdek xalqni tarixi bilan, xalqni o'zligi bilan, dunyoqarashi bilan bog'lanib ketadigan, juda uzoq davrga ega bo'lgan xilma-xil ko'rinishlarga, shakllarga, xususiyatlarga ega bo'lgan bir katta keng ko'lamli jarayon hisoblanadi. Endi uni o'rganish masala, uni anglash boshqa, tushunish boshqa, o'rganish boshqa, o'rgatish boshqa muammolarni keltirib chiqarar ekanda, shu nazardan adabiyotda endi bir vaqtlari bo'linmaydigan, muhokama etilmaydigan bir standartlar doirasida o'rganishga ko'p berilib ketilgan edi-da, bu adabiyotni qadrini pasaytirib qo'yadi, o'quvchini kamaytirib qo'yadi, kitobxonni kamaytirib qo'yar ekan. Adabiyot qanday harakatdagi faol bir jarayon bo'lsa, uni o'rganish soha ham xuddi shunday faol harakatdagi jarayon bo'lishi kerak. Hayotdan, zamondan, davrdan orqada qolmaslik kerakligi talab etiladi. Endi biz ko'p talabalarimiz bilan, shogirdlar bilan ishlaymiz. Shu adabiyotni o'rganish, adabiyotni o'qitish masalalari bo'yicha ham turli xil usullarni qo'llashga o'zimizcha harakat qilamiz. Lekin hozirga qadar biz erishgan yutuqlarimiz bu endi doimiy bu adabiyotshunoslik fanini bir qotib qolgan sanosiga aylanib qolmaslik kerak, qotib qolgan jihatiga. Mana masalan, endi uzoq davrdan beri o'sha adabiyotni biz nazariy tomondan bo'lib olganmiz, turlarga bo'lib olamiz. Masalan, lirik tur, epik tur, dramatik tur shakllar ularga bo'lib olamizda. Endi bunday olib qarasangiz, o'sha turlarga bo'lib olinishining o'zi hayot bilan, real hayot bilan bog'liq bir hodisa hisoblanadi. Masalan, o'sha lirika deb biz she'riyat deb tilga oladigan bo'lsak, bu she'riyat hozirgi zamonning ifodasi bo'lib keladi. Epik tur desak, bu o'tgan zamonning ifodasi bo'lib keladi. Dramatik tur desak, kelasi zamonning ifodasi bo'lib kelar ekan. Shunaqa bir jihatlari mavjud ekan va adabiyot deganda so'z san'ati deb ko'p tilga olinadi, nazariy kitoblarda. So'z san'ati deb oladigan bo'lsangiz ham adabiyot o'sha qadimgi davrdan boshlab, o'sha antik davrdan boshlab, keyin mumtoz adabiyot taraqqiyoti davriga kelib, so'z san'ati degan masala
bu she'riyatga nisbatan ishlatiladi. Qarang, e'tibor bering, masalan bizda qancha epik asarlar, romani, qissai hikoyalar bor, lekin uni boshqacha yondash talab etiladi. She'riyat so'z san'at sifatida she'riyatda namoyon bo'ladi. Masalan, epik turda esa bunga boshqacharoq bir yondash talab etiladi. Yoki dramatik asarga umuman boshqacha bir mezonlar qo'yish kerak bo'ladi. O'sha antik davrda masalan adabiyotni nazariyasini ishlab chiqish asosan dramatik tur bilan ishlab chiqilgan. Chunki dramatik tur juda bir favqulodda faol harakatdagi jarayon sifatida qaralganda, ana shuning uchun hozirgi vaqtda endi boshqa turlarga yondashishda ham xuddi shunday qarashimiz kerak bo'ladi. Adabiyotni har kun o'rganadigan nazariy tomonlari, shakllari, janrlari, boshqa masalalarni bir ijodiy yondashish kerak bo'ladi endi. Bu agar shu holatda bo'ladigan bo'lsa, shu holatda qo'yiladigan bo'lsa, bizda adabiyotimizda katta asarlar bor, qimmatli durdona asarlar bor. Yana yaratilyapti bunaqa asarlar, vujudga kelyapti, yana bundan keyin ham yaratiladi. Lekin undan badiiy adabiyotga nisbatan adabiyotga bo'lgan qarashlar eskarib qolishi mumkin. Badiiy asar qimmatini ko'rsatib bera olmay qolishimiz mumkin. Agar o'zgartirmasak, bu nazariy qarashlar, adabiyotga bo'lgan nazariy qarashlar o'zgartirmasak, adabiyotni o'ziga biz qimmatiga putur yetkazib qo'yishimiz mumkin bo'lyapti-da. Shuning uchun endi hozirgi adabiyotshunoslar, hozirgi olimlar, hozirgi ilm ahli o'z fikrlarini uzoq yillardan beri shakllanib kelayotgan qoidalar asosida emas, zamonni talablari nuqtai nazaridan o'zgartirib borish kerak. Hech kim masalan 10 yil, 20 yil va 30 yil oldin bugungiday adabiyotni masalan internet adabiyotlarida ko'raman, internetda tahlil qilamiz, sun'iy intellektlarda paydo bo'lib ketishi boshqa bu hech kimni hayoliga kelmagan edi. Demak, bu ilm taraqqiy etyaptimi? Bundan adabiyotimiz, adabiyotshunoslikka bo'lgan qarashlarimiz ham shu bilan birday taraqqiy etib borishi kerak. Bundan orqada qolmaslik kerak. Shuning uchun hozirgi vaqtdagi aytilayotgan gaplar, matn ustida ishlash masalalari har doimga nisbatan ancha murakkab bo'ladi. Bugun o'zgarayotgan zamonda Alisher Navoiyni tushuntirishimiz kerak. Bu dunyo o'zgarayotgan davrda masalan Boburni tushuntirishimiz kerak. Ularning qarashlarini, ularni oldinga tashlagan g'oyalarini bugungi insonning ongiga singdirish uchun bugungi ko'zi bilan qarashimiz kerak bo'ladi-da ularga. Demak, adabiyotimiz ana shu yerda bir yangicha bir qadam tashlash kerak bo'ladi. Mana masalan endi hozirgina bizni o'zimizga nisbatan tanqidiy qarab aytsak ham, masalan, hozir adabiyotni o'rganish nisbatan oldingi davrlarga nisbatan o'zgardi, lekin baribir hali badiiy matnni o'z ustida ishlash masalasida ham oqsayapmiz-da. Masalan, Alisher Navoiy haqida gapirsangiz, Alisher Navoiy tug'ilgan yili, faoliyati, boshqa masalalar, yoki Boburni yurishlari, turishlari, hayot tarzi boshqalar haqida qayta gapirib emas, endi hozir oldiga matnni qo'yib, matnni ichida yashash kerak. Olim ham talaba. Masalan, bizda shunday holat bo'lgan, biz darsni o'qiymiz, siz yaxshi eslaysiz. Masalan, bizga 1 yil Hayratul Avror dostonini matni bilan o'rgatiladi, matni bilan. Ikkinchi kursga borganimizda masalan Farhod va Shiringa o'tilar edi. Uchinchi kursga borganimizda Laylo va Majnunga, to'rtinchi kursda Sabbiy Isoya, beshinchi kursda Sa'd Iskandariy bilan yakunladik matni bilan. Mana bu usul eskirmaydi, bu usul. Bu yangi, tobora yangilanib boraveradi. Faqat bu yerda mahoratli o'z sohasini katta mutaxassislar talab etiladi. Matnni oldingizga qo'yib turganingizdan keyin talabani yolg'on gapira olmaysiz. Tinglovchiga yolg'on gapira olmaysiz. Matn hamma narsani ko'rsatib qo'yadi.
matnni tushunish kerak bo'ladi. Ana matnni tushunganingizdan keyin ijodkorni tushunasiz, hayotni tushunasiz. Ko'p holatlar ko'rinadi odamga juda qiziq holatlarda. Masalan, Alisher Navoiyshunoslik haqida ko'p gapiramiz. Shu gapirayotganlarning aksariyati Alisher Navoiyni matnni qo'liga ham ushlab ko'rmaganlar bo'ladi-da. Uni men Navoiyni o'zim kashf qilmasam, u odamlarni aytgan gapi bilan o'rgatadigan bo'lsam, bu adabiyotshunoslik bo'lmaydi. Har bir adabiyotshunos, har bir mutaxassis o'zini ijodkor, o'zini Bobur, o'zini Navoiy, o'zini Abdulla Aripov, o'zini Muhammad Yusufov bo'lishi kerak bo'ladi. Ana shuni talabalarga ham yetkazish kerak. Talabalar ham shu nuqtai nazardan tayyorlanish kerak, baholash kerak. Ana bunda mustaqil fikrlaydigan, biz o'tgan suhbatlarimizda aytadigan, tafakkur qiladigan, o'zini dunyoqarashiga ega bo'lgan ziyoli talabalar shakllanadi. Ana shu yo'lda endi hozir sanab bersangiz, qadimgi davrdan boshlab kelasiz, o'sha Yusuf Qosqojiklardan boshlab kelasiz, Navoiy, Bobur, Mashrabu, Nodira, Uaysi davom ettirib kelaverasiz. Bu jadid adabiyot Cho'lponov Fitratdan kelaveradi. Keyingi davr Abdulla Qodiriy, G'ofur G'ulom, Hamid Olimjon va hokazo davom etib ketaveradi. Keyingi davrlarda, keyingi yangi davrlardan yangi davr ijodkorlari va hokazo bugungi davrgacha yetib keladigan adabiyot asarlar xalqni jonli muloqotiga aylanadi o'shanda. Bu bizni auditoriyalarimizdan boshlanishi kerak. Filolog sohani auditoriyalaridan boshlanishi kerak va bu keyinchalik mutaxassislar tomonidan har bir maktabga, har bir oliy o'quv yurtiga, har bir boshqa o'quv yurtlariga o'z-o'zidan kirib boraveradi. Ana shu nuqtai nazardan bugungi kunda xullas men aytmoqchi bo'lgan xulosam shu, adabiyotshunosligimiz, adabiyotni o'rganish masalalari bir jonli muloqotga aylanishi kerak, jonli bir jarayonga aylanishi kerak. Shundagina biz adabiyotni tushunishimiz, bu haqida o'zimizni qarashlarimizni yangilashimiz va qolaversa yosh avlodni tarbiyalashimiz, ularga nimadir bir real ilmlarni berishimiz imkoniyati paydo bo'ladi deb o'ylayman.